Oğullar eski, hammaga oğullar sababli shunday qizlar, ba'zi bir qizlarimiz bor ekansizlar. Kiyimlarni yirim yalang'och kiyib o'g'illarning oldiga chiqadi ekansizlar. Ularning shahvani, havsini qo'zg'aydi ekansizlar. Ular sizlarni o'ynab tashvitib bo'lganda yana shu o'g'illar eski shunday-ku. O'g'illar sizlarningki bo'yninglarga islib bo'lg'icha sizlar ishdan beg'inglarni pastga qilib bo'lasizlar. Yana o'g'illar eski shunday-ku. To'y qilganda o'zingizning qonunliq yo'ldoshiga topshirilgan qimmatli ishbat hayoringizni bir dasta gul biroq bir kiyim-kechakka aldanib o'zingizni tutqizib etdingiz. Yana o'g'illar eski shundaqku. Eng oxirgi ishbat hayoringni o'zingning qonunliq yo'ldishingga ep qo'y. Bu degan omonatga xiyonat qilma degan ota-onangizning gapini anglamay, o'zingiz anchiki muhabbati meni yaxshi ko'rdi deb taladagi erlarga aytayotdingiz, hamma narsani berdingiz. Yana o'g'illar eski shundaqku. Ailedagi ermak hayvonlarga kiyim-kechak kiydirishni boshladi. Lekin sizlar taladagi ermak hayvonotlar doying pintaylar chiqsizlar, ko'ch-ko'tanglarga chiqsizlar, 20 yalang'och holatga kirib oldinglar. Sizlarni o'ynab tashitib ketgan o'g'illar yenilam eski. O'zinglarning ustidan qat'iy men nimani xato qildim degan usulda savol so'rab boqmaysizlar shundaqmi? Amsi men sizga o'g'illar eskining, sizni tashib etgan eskining sirni men sizga deb beray, yaxshi anglang ha. O'zingizning qadr-qimmatini o'zingiz qilmay, kiyim-kechakning ichida turishga tegishligining hammasini jugatib chiqiblam, teshig'i chiqib, hammaga ilon tashviqat qilib etdingiz. O'g'illar sizni o'ynab etdi, tashlab etdi. Buning hammasiga o'g'illar sababchi, bu sabab o'zingizni 100% o'zingizdagi xatolik bu. Qaysi ota-ona o'zining qizini yerim yalang'och holatda ko'chada ko'rishni xohlaydi? Qaysi ota-ona xohlaydi? Sizlarning shu 70-80-yillardagi opalaringlar shu chaqlarda erlarning oldidan o'tashda qo'rqib, o'zining do'ng'iyib chiqqan yerlarini Çın kiyimni yo'gab, aldığı dümçek bulab ötüdüğün zamanlardaki apaçdan tug'ilgan balarsizlar. Nemişki bundaq qilsizlar? O'zinglar kech-kechlab qavoqlardan chiqmaysizlar. O'zinglarning dadanglardek odamlar uchun, pul uchun hamma narsani berisizlar. Yana sizlarning qadr-qimmatinglar yo'q. Dadanglar emas, sirtdagi akislarning qadr-qimmatinglarni qilib sizlarga chiqilib sizlarni oldigan undaq ish yo'q. Bu yerim yalang'ochlik sizningki doying pintaydagi o'rningizni, sizning finslaringizni jiqlatgan bilan sizning odamiylik axloqingizni tutdi, yo'q qildi, sizning baxtingizga o'ltirdi. Shuning bilan atrofingizdagi erlar sizni bir o'ynab olgandan keyin tashlablam ketadi. Shuningdan keyin siz ming qaqshab, qavoqlarga kirib, ichib, chekib, men tashlayotdi andoq jonan, mandoq jonan deb tilganing hech qanday foydasi yo'q. Beshingizni tam ursingizmi amal yo'q. Endi danga shu o'g'illar eskimi yoki sizda masala bor?